Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Espresso podkastimizning birinchi soniga xush kelibsizlar. Meni ismim Bahodir. Italiyani Rim shahrida 4 yildan beri yashayman. Bu yerda xalqaro student, turgid, bir necha xil tadbirlar tashkilotchisi sifatida faoliyat olib boraman. Va bugun mana shu Italiyadagi hayotimiz, kelib o'rganganlarimiz, tajribalarimizdan kelib chiqqan holatda bir podkast yozgani, mana shu o'zimiz tajribamizdan kelib chiqib sizlarga ham nimadir ulashishni niyat qildik. Podkastimizda hech qanaqa bir mas'uliyat bo'yinga olmagan holatda qilmoqchimiz, ya'ni bu grung. Hozir bizda ikkinchi asosiy boshlovchimiz bor. Tarkibimiz 2 kishidan iborat, Mo'min va Bahodir. Kakraz mana Mo'minning o'zi ham keldi. Assalomu alaykum. Sizga Espresso qahvamiz. Aynan Italiyada biza ta'sirlangan, bizning hayotimizda muhim rol o'ynagan hayot tarzi sifatida Italiyada o'rganganlarimizdan bittasi bu har doim espresso qahvasini ichish. Espresso qahvasini ichishda men birinchi navbatda tartibini o'rgatib ketmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsanglar, 1 stakan suv va qahva. Ko'pchilik o'ylaydi, espresso qahvasi ta'mi o'tkirligi sababli uni ichgandan keyin achchiq ta'mini yuvib ketish uchun suv kerak deb o'ylaydi. Bu ham qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin uni asosiy tartibi asl italyanlardan so'rasanglar, bu qahvani bular shunaqa hurmat qiladiki, buni ichishdan oldin siz ozgina suv ichib, og'zingizda qolgan eski ta'm, obed qilgansiz, ujin qilgansiz, o'sha ta'mlarni yuvib ketgandan keyin qahvani asl ta'mini bilish uchun shunaqa urf-odati bor. Qani? bizniki lungo endi. Ha. Shunaqa deysiz-da. Xo'sh, tarkibimiz 2 kishidan iborat dedim, men va Mo'min. Avvalambor harakat qilamiz. Sonimiz juda ham davomiy bo'lishligini, podkastimiz omadli chiqishini va bugungi sonimizda biz 2026-yilga planlarimiz deb rejalarimiz, maqsadlarimiz sifatida olmoqchimiz. Bu Xudo xohlasa mana shu 1-yanvar yoki sal o'tib chiqadi. Endi Mo'min o'zingizni bir og'zaki bir tanishtirsangiz. Nima deymiz endi? Toshkentda katta bo'lib, Toshkentda yetmaydi deb boshqa joyga aylanib chiqqan bir studentmizda yana. Shu Italiyada Bahodir boy bilan tanishganmiz. Residence Tour Vergata degan joyda birga necha yil? 5 yil bo'ldi. 5 yilga o'tdi. Xudo xolasa 5 yildan beri Bahodir boy taniymiz. Ko'p Instagram sahifasidagi videolariga rejissyor, operator, ba'zida Ideya yozuvchi, script writer, script nima deyilardi? ssenariy. Ssenariy yozuvchisi o'zim. Xullas kalom teng she'r asosida qurilayotgan kelajakdagi proyektimizda 2 kishi a'zo bo'lsa, bittasi Mo'min, bittasi men. Aytish esimdan chiqib ketibdi, o'rtoqlar. O'zimizga yarasha kamtarona 2,5 mingdan sal ziyod bir blogimiz bor, Ciao Italia. Ciao Italiani ochishimdan maqsad mana shu Italiyadagi hayotim davomida o'rgangan narsalarimni Italiyaga kelmoqchi bo'lgan nafaqat xalqaro student, balki men bu turizm asosan sohasida bilib kelinglar, Italiya qanaqa aslida. Har xil va'dalarga ishonib, misol osmonlarda tasavvur qilmaslik kerak-da Italiyani. Kelganmiz, hayotni ko'rganmiz, o'ylaganimizdan chiqmagan. O'ylaganimizdan ham zo'r bo'lgan paytlar ham bo'lgan. Shuning uchun surprizlarga boy hayotni yashab kelyapmiz 4 yildan beri. Men shu narsani live ko'rsatish uchun besenzura aslida qanaqa hayot. Ciao Italiani ochganman. Endi har xil sabablari bor, uni zo'r qilib yuritib olmayotganimizda eng birinchi sabab dangasalik. Ikkinchi sababi baribir nimadir harakat qilganda odam natijasini kutiganda, misol men 100 ta postim bor hozir, 100 ta post qo'yganman. 50% lekin foydali bir ma'lumot, informativ qilinganda, lekin olmagan prosmotr
5 mingga yo chiqadi yo chiqmaydi-da. Tushunyapsizlarmi? 5 mingga. 5000 prosmotr. Yo, eshiting. 5000 prosmotrga yo chiqadi yo chiqmaydi. Layklar qarindosh urug'larimiz bor bo'lsin, o'rtoqlarimiz bor bo'lsin, shular bo'lsa. Keyin siz solishtirasiz. Xohlaysiz, xohlamaysiz, solishtirasiz. Hammani o'zini kontenti bor, hammani o'zini yo'li bor. Ularga men hech qanaqa qarshiligim yo'q, lekin bitta bola deylik, bitta qiz. Outfit check qiladi, уже 50-60 ming prosmotr, like, tudimda. Ya, zo'r bitta gap bordi. xo'p. Comparison is the thief of joy. Tegida subtitrlar tarjimasini qo'yib. Ha, tarjimasini qo'yib qo'yamiz. Tarjimasini aytib ketaymi bo'lmasa. Tak, o'zbek tilida ishlariga qani. Ustozim uch qo'yib bergandilar. To'g'ri qo'ygan. Hozir rus tilida bu podkastda Tilim uchta. bu podkastni chet elga qiziqadigan asosan odamlar ko'radi, shuning uchun ularga ingliz tili, rus tili, o'zbek tili bez problem. Shunaqa qilib umid qilib chiqaryapmiz. Bir-biriga o'zingiz taqqoslab qilgan ishingizdan rohatini yo bir mazasini ko'ramiz. To'g'ri, qarang. To'g'ri. Teoretik to'g'ri bu gap. Qarshiligim yo'q. Men uni Ikisi ham to'g'ri-da. lekin uni qilish bo'ldi. Uni qilish Siz- qiyinda. Ha, narsani- rahmat sizga. Nima edi? Mehnatdagi rohat. Istalgan odam taqqoslaydi. Taqqoslash bor. Misol hozir biz podkast chiqaramiz, nasib bo'lsa, birinchidan. Shoning solishtiriladi. Siz ham solishtirasiz, men ham solishtiraman. Shuni kanalni ochmayman. Endi ochmaysiz, lekin menga bir so'rashingiz mumkin. Qiziqasizda, nechta prosmotr bo'lyapti deb. Men qiziqishim shart emas, o'zingizdan aytaverasiz. Endi men aytish xarakterdan kelib chiqsa, shunday ham bo'ladi-yu. O'sha maqsadda ochilgan Chavitali hozir endi sal yurmay qolgan joyi bor. Meni keyin o'yladim, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, fikrimiz uzoqdan, bu yoqdan keladi. Instagramning 30 sekundli algoritmi formatiga, algoritmiga tushish qiyin-da. Men misol o'zim mana misol deganim o'zi bir 30 sekund bo'lib ketib qoladi-da. Shuning uchun YouTube'ga o'tishimiz kerakligini tushundim. YouTube'da Gapni uzoqdan olamizda. YouTube'da quloqga naushnikda qo'yib yuradigan odamlar eshitadi-da YouTube'da. Sayrab. Ha. Endi video ko'rsanglar, orqa fonimiz o'zgarib turishi mumkin. Ha, bizda hozir muqim studiyamiz yo'q. Endi birinchi podkast kim studiya qilib beradi? Lekin hozir Rimni tinchroq rayonlardan bittasidamiz. Chentochelle degan. Chentochelle bog'i bor, katta, chiroyli bog'. Mavjud qaysidir sonimiz o'sha bog'da olinar. Keling Italiya o'zi haqida gaplashaylik. Italiyaga birinchi kelganimiz qanaqa? Men hozir bir ikkita yoshlar, yangilar keladi, yoshlar emas, akalar ham bor ular orasida. Bunday edi desam, aka nima dinozavrlar davrida kelganmiz deydi. Endi bitta narsa aytib ketish kerak. O'ta kuchli disclaimer, katta bir 3 sekundlik disclaimer degan narsa qo'yilib post productionda. Har bir aytgan fikrimiz ming bir faktga o'xshab gapirmasak ham birinchi o'rinda bizani fikrimiz, ikkinchi o'rinda bizani hayotimizda yashab kelgan narsadan chiqqan fikrimiz. Ana Xudoga shukr keldik. Bu temada ko'p oramizda gap o'tgan. Italiya bilan O'zbekiston orasiga o'xshaydigan joyi juda ko'p. Asosan Rim shahrida. North, how do you say north? Shimoliy. Shimoliy Italiya tarafda javnaga kuchli bo'lmasa ham Rimda O'zbekistonga o'xshatadigan joyimiz ko'p bo'lgan. Italiya hayoti ikkiga bo'linadi. Sharqiy va janubiy Italiya tubdan farq qiladi. Qancha yuqorilab boraversangiz, mana Florensiya shahri bor, o'sha tomondan yuqorilab boraversangiz, Lombardiya regioniga boraversangiz, hayot ancha qimmat, daromad ancha yuqori va yashash tarzi ko'proq yevropalashgan. Qancha pastga tushib kelaversangiz, shuncha madaniyati saqlanib qolingan Italiya, eski Italiyaga misol nima deydi, yaqin urf-odatlar saqlab qolingan Italiyani ko'rsangiz bo'ladi-da. Rim o'shalarning o'rtasidagi joy. Rim na Italiyaning yuqorisida, na pastida, markazida joylashgan.
hayot tarzi O'zbekistonga juda yaqin. Ayniqsa dokumentatsiya, byurokratiya hisobida. Diotudis. Lekin xuddi shu paytda umuman boshqada. Ha. Baribir ham boshqa davlat, boshqa madaniyat, boshqa til. Hamma narsa boshqacha. Lekin yaqin joylarini ko'rib odam bir Eslaydi. eslaydi, ozgina rohatlanadi. Shunaqa bo'lardi man. Ya eslash ham emas. Nima deydi uni? Flashbacks beraveradi. Qandaydir yurasiz, nimadir shunday ko'rasiz. Urf odatdan nimadir yaqinroq ovqatlanish tarzi yoki bozorlik qilishlari, marketga kirmasangizda bozorlari bor-da o'zini. Bozorlarda yursangiz savdolashishlari, odamlarning til boshqa albatta. Lekin aka qanday, zo'rmi? Qanday uydagilar yaxshimi? Xuddi shunaqada so'rashishlar, hol ahvol so'rashish, shu uni qishloqda turgan dadasini, tog'asini, nevaralarini ham so'raydi-da. Agar tanigan, ko'rgan bo'lsa-da. O'zimizda necha ming kilometr naradamizda juda yaqin joylari bor. Lekin masalan sizda nima bo'lgan? Bir eng yaqin ko'rganingiz va eng uzoq umuman xayolingizga sig'maydigan Rim shahrida. O'zbekistonga hayotga yaqin. Eng yaqin va eng uzoq. Eng yaqini shu ustida bo'lsangiz, любой joyda ishingizni bitirasiz Rimda. Men shaxsan tajribamdan kelib chiqayapman. Shu ustida bo'lsangiz, dokumentarniy ishlaringiz bor. Biz noqonuniy narsalarga qarshimiz. Noqonuniy emas, borini gapirish kerak. Borini gaplashamiz. Endi biz noqonuniy narsalarga qarshimiz. Umuman qarshi. Men ochig'ini gapiraveraman. Shu ustida bo'lsangiz, nechidir oilada bitadigan ishingiz bir kunda bitirib yuborasiz. Balkim. Lekin bitta narsasi bor. Shu ustida bo'lganingiz bilan O'zbekistonda misol pulingiz bo'lsa ko'p narsani hal qilasiz. Pulingiz bo'lsa misol oson yashaysiz-da. Italiyada pulingiz bo'lsa ham oson yasholmaysiz, qachonki sizda yaxshi connection bo'lishi kerak. Ana shu joylari o'xshab ketadi. Eng o'xshamaydigan narsa-chi? O'xshamaydigan engini deb bo'lmaydi-da. Sizga masalan birinchi kelganingizda hayron qoldirgan narsa. Masalan, hayot qoldirganda nimadir impression. Impression nima deyiladi o'zbek tilida? Taassurot. Taassurot. Kuchli taassurot qoldi. Kelgansiz. Odamlar o'ta xotirjam. Men bir joyga borasizlar. Misol men ichim sal torroq, sabrli odam deb o'ylamayman o'zim. Marketga kirdinglar. Oldilaringda misol kassada to'lov qiladigan odam bor-a? Orqada bir 5 ta odam yana kutib turibdi. Agar men siz kassier bo'lib sizni tanisam, o'sha yerda gaplashaman-da, hangama qilaman. O'shada so'rayman, ishlaringiz qanaqa ketyapti? Kecha ishda nimalar bo'ldi? Bola chaqalar Ha, bemalol gaplashadi. Ishoninglar, bemalol o'shani gaplashadi-da. Ha, bu yoqda eng qizig'i odamzod orqadagilar indamaydi-da, gapirmaydi, o'tiraveradi. Qanday u больницаga bordinglar? Ha, больница ham mayli, u har shundoq. different story. U keyingi epizodlarga qolsin, u больница experience. Ha. Mana u sizni intervyu. Qadar xotirjamlik. Xotirjamlik. Bu ham menga yoqadi shu. Bir tarafdan. Xo'p. U xotirjamlik emas. Qo'shdi. Xo'p, mana shu 2 minut gaplashdi. Sizga nima 2 minut tez borganingiz hech narsa yutqizmaysiz hech qayerda. Italiyada aniq aytishimiz mumkin. Ko'p ishlar tez yurmaydi. Nimagaligi u yaxshi, yomonligi endi o'zingizga bog'liq. Qanaqa настроение bilan kelasiz, qanaqa sharoitingiz, kuningiz qanaqa boshlandi, qanaqa uyg'ondingiz, qanaqa tush ko'rdingiz, shunga qarab o'zgaradi. Lekin asosiy bilish bizani hayotimizni, mana shu 5 yil davomidagi hayotimizdan kelib chiqadigan ma'lumot, italyanistlar rohatlik. O'ta sekin harakat qiladi. Ko'p narsaga kelganda. Bitta-ikkita narsalar balkim tezroq yuradigan yo'llari bor. Bir ikki narsa tezroq yuradi o'zi. Atak bundoq qaraganingizda ko'pincha o'ta sekin. Uni yaxshi yomonligini endi kelib o'zlaringlar, xudo xolasa aylanib kelsanglar yo o'qishga kelsanglar o'zlaringlar conclusion xulosa chiqarasizlar o'zlaringlar. Ha, mayli, topikni o'zgartiramiz.
Shaharlar haqida gaplashamiz. Eng mashhur shaharlari Venetsiya, Milan, Rim, ham borsin Naplini bilishadi dunyo bo'yicha. Florensiya. Florensiyani misol O'zbekistonda ko'p o'zbek bilmaydi. Lekin biladigani Milan, Rim aniq. Shularni birinchi ta'riflab o'zimiz esda qolgan, ko'rganlarni gapiraylik-da. Keyin o'zi Italiya qanaqa? Italiyada yana nima bor? O'shanga davom etadi. Qo'shimchasiga Sitsiliya, mafiya, sohillari, dengizi bo'yicha mashhur. Uni ham ko'pchilik biladi. Lekin aslida ichida yana nima bor? Qisqa Rim, Milan, Florensiya va umumiy Italiya haqida. Rim mana o'sha Rimda uyda bo'lib qolgan bizaga. Chunki Rimda men qisqa qilib aytishga ozgina qiynalaman. Birinchi masalan Yo, kelgan turist sifatida. turist sifatida u Rim birinchi turist sifatida mani experienceim birinchi kun bo'lgan Rimda. Birinchi kun kelganman, hech qanaqa bir o'zi Rimga qanaqa kelganim haqida ham o'tirib boshqa bir safar gaplashamiz, lekin birinchi kun Rimga keldim. Bor qog'ozbozlik ishlarini bitirdim. Endi aylanaman deb chiqdim Rimga, shahriga. Cavour ko'chasi bor, bilasizlar. Xo'p. Cavour ko'chasidan ketyapman Posta Italiani qidirib. Posta Italiani sizda dokumentlaringiz qilib beradigan joy. Eng muhimi. Eng asosiy dokumentingizni qiladigan joy bu. Boshlanishi. U shu yerda boshlab shu tuydi ko'p narsa. Posta Italiani qidirib ketyapman. Via Cavourda Posta Italiani bor. Shu yerga ketyapman. Via Cavour bilan Kolizeyni Kolosseumni ko'chasi kesishgan joyi bor. Shu yerda chorrahadan o'tdim, ko'zimga ilindi. Nimadir? Qadimgi bir vashvashali joy. Shunda shamol bilan vibe keldi. O'tib ketdim. Slow motionda yashayapsiz yo'qda. Chorrahadan o'tdim. Bundoq qaradim. Tarixini his qilyapsizmi? Shunda to'xtadim. Miya shartta yondi. Shunda ikki qadam orqaga o'tib bundoq qaradim. Kolizeymi bu? Yo'l o'rtasidaman. O'sha ikki odam qarta qarasa, o'sha sariq yonib chillayapti. Hozir qizil yonadi, mashinalar yurishni boshlaydi. Chorrahadan to'xtadim. Telefonni ochdim, shu sim karta olgandim, internet yoqdim. Shunda Google Mapsga kirib, bundoq qilsam, nimani strelkasi bor odamchani. Odamchani strelkasi Kolizeyga qarab turibdi-da. Что sezdingiz bu Kolizey? Qaradim, Kolizeyga o'xshatdi-yu, Kolizey master bu dedim. Bu Kolizey bu shaharning o'rtasida. Unda olib qarasangiz, turistlarga ham, o'zingizni experienceingizga hamda Kolizey o'ta shaharning yuragida, urib turgan yuragi. Lokatsiya bo'yicha hamda. Lokatsiya bo'yicha, odam bo'yicha, tarix bo'yicha, muhimiylik bo'yicha. Kolizey atrofida Rim qurilgan, qisqasi. Shu narsani his qilasizda. Rim ko'chalarida masalan Terminiga bordingiz, Terminidan aylanib ketdingiz qat'adan qarab. Bitta ishingiz bilan. Men masalan shunaqa bo'ldi, ish bilan Terminidan chiqdim, yurib ketdim. Shunda Kolizey chiqdi oldimga. Xo'p. Bordingiz oldiga. Keyin bordim, u birinchi marta ko'rganda Kolizey boshqacha bo'ladi baribir. Hozir ham, mana 5 yildan beri boramiz, har Kolizeyning oldida o'tganda bir 3-4 soniya to'xtab deysiz o'tib ketasiz. U to'xtamasdan o'ta olmaysiz Kolizeyning oldidan. Xo'p. Rim Shunaqa. Har bitta taassurot bilan qolgan. Shunaqa taassurot bilan qolgan birinchi borganimizda. Milan shunaqa bir kulrang shahar qoldirgan birinchi experience'da. Shunaqa bir industrial shaharda faqat ish o'tdi xayolda. Jon yo'qmi? Jon bor, lekin hayotda ishdan boshqa mazmun yo'q. Xuddi halinaqa odamga o'xshaydi. Kostyum burugida, portfellarda har doim yuradi, lekin gaplashmaydi. Nima? Ko'rsangiz Super semeykada. Yo'q, o'tib ketadi. Super semeykada adasi boshida ishlayotganda multikda ahamiyat bergan bo'lsangiz, ranglari kulrang bo'ladi-yu, butun shahar shunaqa-da. Birinchi taassurot. Duomoga borsangiz ham shunaqa, nimaga borsangiz ham galereyaga, Duomo galereyasiga, xuddi shunaqa. Bo'lmasa, unaqa kulrang narsa emas. Shu yerda yomg'ir ham yog'mayotganda biz borganimizda, birinchi borganimiz.
Buni shunaqa taassurot qoldirgan. Keyin bir ikki marta aylanib borganingizdan keyin sal bir his qilib, ozgina ochiq ko'ngilroq bilan borsangiz, ozgina balkim nimadir his qilishingiz mumkin. Rimni gaplashdik, Milanni gaplashdik, Florensiya. Florensiya. Kichkina Rim tarixiylik bo'yicha. Hop. Rimni tarixiy vibe'ini his qilsangiz, his qilgan bo'lib borsangiz Florensiya aniq his qilasiz. Florensiya o'ta chiroyli shahar, menga o'ta positive impression. Venetsiya. Bir Italiyalik shahardi. Prosta ko'chasi suv. Suli. Ko'chasi suv. Bo'ldi. One trick pony. Hop, men uchun Rim birinchi taassurotim o'ta dahshatli bo'lgan. Uni keyingi sonda aytib beramiz. Bahodir Ah. birinchi kuni. Rimdagi ilk taassurotimiz deb son chiqaramiz. Mana sizga yana bitta sonning ideyasi. Keldim, xullas kalom, ancha sarguzashtlarni boshimdan kechirdim. Uncha odam ko'rmagan kunlarni ko'rganman bir kunning o'zida. Shu bir kunda o'zi 5-10 yilga qaraganman o'sha vaqt. Keyin aylangani chiqqanmanda kayfiyatim yo'q, hech narsa ko'nglimga sig'mayapti. Bir o'rtog'imiz bilan aylanib bir joyga bordik. Men qaraganman, 4 ta toshdan katta zdaniya turibdi. Shumi endi Kolizey debman. Kolizey shumi debman. Aslida men maktabda tarixni yaxshi ko'rganman. Tarixda olimpiadalarda qatnashib, bir qiziqib yurgan odamman. Va eng katta asoslaridan biri meni Italiyaga kelishimga sabablardan biri Kolizey, tarix, Rim imperiyasi. O'ta qiziqishim baland. Lekin bir kun oldingi bir kayfiyatim hisobidan 4 ta toshni yig'ib qo'ygan, tashlanib, yarmi singan joyi ko'ringan. Keyin rasm tushganmiz, bo'likoni shu bo'lsa deganimda ketganman. Keyin sal moslashib, hayotni o'rganib, 5-6 kundan keyin qaytadan aylanishga chiqqanmiz. Unda biz bir uyda 5 kishi yashardik. Atrof ko'pchilik edi, o'zbek ko'pchilik edi. Keyin bir chiqqanimiz, eng birinchi aylanganmiz. Rimni biladigan bizdan yaxshiroq odam bor edi, aka bor edilar. Aylantirgan, mazza qilganman. Bitta ko'chasi bor, Rim forumi. Rim imperiyasi qurilgan forum bor. O'sha ko'cha bilan oq qasr Vittorio Emanuele qasri Rim forumi bilan o'tib borib, Kolizeyga borganmiz. Men yashaganman o'sha tarixda. Men his qilganman. Borganimizdami? Nimadan? Kolizey metrodan chiqib, Kolizeyning atrofini bitta aylanib, nimasi arkadan rasmga tushib, yana hammasi bitta qo'yib aylanib, shundoq ketganmiz. U paytlar 2021-yil. Karantin, maskada yurganmiz. Karantin, maska. Green Pass degan narsa bo'lardi. Green Pass sizga vaksina olganligingiz haqida sertifikat. ko'chada yurish imkoniyati. Haqiqiy pasport pas qiladigan narsa. Yo'q, undan muhimroq narsa bor. Hozirgi Piazza Venetsiyaning rasmini qo'yish kerak. Keyin 2021-yilgi rasmini ko'rish kerak. U omadimiz kelgan narsalardan Vittorio Emanuele qasri shunaqa go'zal joyki, shunaqa oq marmardan o'ta hashamatli, o'ta ulkan qurilgan qasr-ku. Ko'rganman, inson shunaqa narsa qurib bilarmikanman deganman. Inson qurganmi shuni deysizda. Endi birinchi marta chetga chiqqan bola maksimum Registonni ko'rganman-da. Registonimiz juda go'zal. Registon ancha chiroyli joy. Yo'q. Solishtira olmaysizda, chunki ikkalasini. Registon bilan Vittorio Emanuele qasrini ikkalasini qo'yishmaymiz, solishtirib bo'lmaydi. Ikkalasi ikki xil olam, ikki xil arxitektura. Davrda. Ikki xil, lekin hashamat jihatdan olib qarasangiz, Emanuele qasri katta narsada. Keyin Rim forumida Sezar o'tirgan joylarni his qilsangiz, Sezar o'sha yerda o'ldirganlarni bilgan odamga his qilasiz. Xuddi kinoda tarixni o'qiversangiz, miyangizda taassurot ketaveradi, o'sha taassurotni ichini kino qilib yuboradi-yu. Shunaqa bo'lib qolganda. Bu Rim.
yo'qqa, keyin o'sha kuni yo'qqa. Ketdi. Milan shahriga birinchi o'sha Rimni aylangan sostav bilan borganmiz. To'g'ri esimda qolmagan. Tushunmaganman nima bo'layotganini. Qisqa grafikada tuzilgan trip qilingan edi. U vaqt ichida biz Florensiya, Piza, Milan, Venetsiya, Como shaharlarini ko'rib qaytishimiz kerak. 4 kun ichida, 5 kun ichida. 3 kun. Yo'q, 3 kecha. 3 kecha 4 kunida adashmasam. Chunki 4-kecha kuni o'sha Rimda edik. Xullas, birinchi taassurotlar o'rtacha bo'lgan. Tushunmay aylanganman Italiyani. Keyinchalik yana boshqatdan borib aylanganlarimizda taassurotlar zo'r bo'lgan. Xuddi shunaqa Florensiya ham shunaqa esimda qolgan. Lekin bitta narsasi bor, Florensiyadan men uydagilarga birinchi sovg'amni Florensiyada sumka olganman. Zo'r sumka, hozirgacha ishlatishadi, uyga berib olganman. Sumka olganman shu. Keyin eng zo'r gelatoni Florensiyada yeganman. Shu ta'mi esimda bor men. Mozusdagi miyodidan yaxshiroq edi. Solishtirmang siz uni sifatini solishtira olmaysiz-da. Siz uni atmosferasi, tarixi, qanaqa yeyapsiz. Gelato men o'sha yerda yegaman birinchi. Florensiyani biz qaysi ko'chasida yegandik? Duomo, Florensiyaning Duomosida ko'chasi bor. Nimadan asosiy poyezd bekatidan tushib ketadigan ko'cha bor Duomoga. Ko'chalari esimda yo'q. Shu ko'chasida bitta magazinga kirib gelato olgandik hammamiz. Shu gelatoni yeyib borib u paytda u Duomoni birinchi marta ko'rish o'ta Shunaqa katta ham asl tajribamizni keyingi sonlarda gaplashamiz. detalli keyin. Endi birinchi sonimiz ham ko'p og'ir tema bo'lib qoldi orada bir. Lekin men shu Italiya kesib tashlaymiz-da. zo'r. Italiyaga kelish kerakmi? Kelish kerak. Italiya o'qishga, tajriba olishga arziydimi? Ha, arziydi. Faqat o'zlaringga pishiq bo'lib, tirishimli bo'lib kelish kerak. Aniq maqsadlar bilan kelish kerak va aniq maqsadlaring bir kunda o'zgarib ketganini sezmay qolasizlar. Haqiqiy hayotni ko'rgandan keyin. Shu bilan birinchi songa yakun yasagan bo'lamiz. Venetsiya haqida nimangizni bermadingiz, taassurotlaringiz? Aytdimi, общий aytdimi? Birinchi taassurotim o'rtacha bo'lgan hamma joyga. Como undan tashqari. Como ko'li bor. Biza ko'rgan Comoni o'zi ko'p odam ko'ra olmasa kerak. Como ko'li haligacha Italiyada haligi top 5 tuzadigan bo'lsam, borgan joylarimdan bittasi Como. Nechinchi o'rinligini hozir bilmayman. Shunaqa. Comoni ham internetga kirib ko'ringlar, YouTube'da qarab ko'ringlar. Qanaqa go'zal joy. Maqsadim nima bu gaplarni aytishdan? O'rtoqlar hamma aytyapti bu podkastlarda aqlli odamlar ko'paygan o'zak. Ayniqsa o'zbek anonsida, auditoriyasida, olamida. Lekin ko'pchilik to'g'ri ham u gapni. Men aqlli deganda qo'sh tirnoq ichida gapirganim yo'q, to'g'riman unda. Sayohat qilish kerak. O'rtoqlar, u sayohat degan chet el degani emas. Toshkentda yashasangiz, Namanganga boring, Qo'qonxonligiga boring Farg'onada, Ko'ksaroy bor, Buxoro, Samarqand, Xiva, qayta boring. Qayta borib, qayta yangi narsalarni o'rganing. Shu maqsadim Komfort zonasidan chiqish kerak. Dunyoni hayot qanaqa bo'lishini ko'rganingizda, misol, ko'rib qo'ygan odamdek gapirayotganim yo'q. Qisman aytaman, zararga ishlamaysiz. Shunday qilib, sizlar bilan Mo'min, Bahodir, Espresso podkasti birinchi son bilan xayrlashamiz. Ikkinchi sonda ko'rishguncha xayr.